Assalomu alaykum. Arashava Hisor ishqibozlari aka-ukalar. Akalar, bugun hafta kuniga seshanba 20-may. Xo'p. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tuman Teboron qishlog'i akalar. O'zimiz qo'rada olyapman akalar. O'zimiz qo'ramiz mana. Xolosa yaxshi qo'ylarimiz bor bugunga. Qoralaridan bor, kashtanlardan bor. Quloq uzunidan bor, hisorisidan bor akalar. Hammasini video qilib, bo'ylarini, narxini aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Akalar, videomizni boshida bitta like bosib qo'yinglar, iltimos. Video kanalimiz rivoji uchun hammasi. Boshdan so'ralmaydi. Fikrlaringiz bo'lsa, kommentar yozib qoldiringlar akalar, xursand bo'lamiz. Xo'p, bu hisorimiz, hisori bilan arashadan chiqqan bu akalar. Nimaga desalaring? Dumbasi, hisori dumbadan mana tushum ekan. Dumbasi, hisori dumba, lekin kalla arashan kalla, sababi quloq 20 buniki. Hisori bilan arashandan chiqqan seleksiya natijasi qo'zi hali, tishlari moshchi. O'ta oyoqlari ham uzun. Yaxshi ko'rinmay qoldi. Bo'ladi. Qo'zi hali. Yoshiga to'lmadi akalar. Xo'p. Quloq, kalla o'ta chiroyli mana. O'zlaring baho beringlar kallasiga. Quloqni o'lchab ko'rsataman. Quloq 20 o'zim o'lchadim. Yana bir o'lchab ko'rsataman. Xo'p, qo'zi tishda hali. Xo'p, hozir buni bo'ylarini o'lchab ko'rsataman. Bu yosh hali, xudo xolasa chiroyli qo'yib bo'ladi. Buni bo'yini qaranglar akalar. Necha chiqsa shunga pul berasiz, o'zlaring ko'rib olinglar akalar. Metr to'g'risida kamera turibdi. Necha chiqsa shunga berasizlar. Qo'zi tishdi. Men o'ylaymanki, normalni gavdasi. Qo'li uzun, chumchuq qo'ylarimdan katta akalar. Tegdi, yelkasida. Juda chiroyli narsa. Dumbasi ahamiyat berasiz. Xo'p. Quloqlari. Xo'p, mana bo'yladik. Endi ikki ishimiz quloq o'lchaymiz. Shopdan. Bo'ldi. Quloq tig'i bor ekan. Tak. Konsosa qo'yibman, konsosa ajradi. Konsosa bosdim. Tak. Ko'rindi? Tepasi. Quloq 20. Xo'p. Quloq 20 lik qo'zi sog'lig'imiz. Akalar, bu narxi $850 ga dastak qilib beramiz. Toza narsa ham. Konkret. Kimga tozasini so'raganlarga telefon qilib olasizlar. Biz davom etamiz, yana yangisi bor, ko'rsatamiz. Xo'p, akalar, bu kashtan simjun variantidan. Bolalar jun olib qo'yishibdi, lekin tujun toza edi, toza simjun edi. Bu qo'zidan endi ikki tishga chiqdi. Qo'zilikni qochib qo'ygan ekan, bitta boladan ajradi, bitta tug'di. Tishini ko'rib berchi. Bo'ldi, ikki tishga endi to'lyapti. Mahkam ushlachi. Dumbalarni qaranglar. Toza hisor. Aylantichi. Boshni baqa qilishadimi? Dumbalarni ko'rsatgin demoqchiman. Tushlari. Aylantir dumbalarni. Xo'p. Mana dumbalar. O'ta cho'tki. Yelin shu eski yelin, boladan ajragan. To'g'rilashibdi, bo'yni o'lchaylikchi. To'g'rildi. Yo'llar bukilib turibdi, oldiga tort. Bo'ladi. Voy janob, cho'chyapti-da, to'g'rilachi. Pis bo'lyapti-da, ekan oldi. Bo'ldi, qo'rqma. Buni ham bo'yi balandlar akalar mana. 80 qo'ydi. Necha chiqsa shunga pul berasizlar akalar. Tushibdi. Bu toza hisori kashtan variantidan. Arashanga tashmagan bu. Toza hisori.
Uzunligi o'ta uzun ekan bu ham. Ikki tish. Bo'ylari baland, uzunligi zo'r. Toza kashtan variantidan juni olingan, jun chiqsa inshaalloh sim jun, toza jun chiqadi. Junlarni ham ko'rsatib o'tay. Bo'ldi. Mana yaltillayapti. Tepalari. Bo'yinlari. Xo'p, akalar bu narxi 8200 ming akalar. Yosh, hali encha tug'ib beradi inshaalloh, encha xizmat qiladi, encha bolasini olsalang bo'ladi. Ikki tishi endi chiqdi. Encha yirik narsa. Telefon qilaverasizlar, tushunsin ko'rsatamiz. Sherlardan ajragan uchun ma'rayapti. Odatda ma'ramaydi akalar, aytib o'tay. Ma'ramaydi. Sherlardan ajrab, bu yoqqa отдельно video olish uchun ajratdik, shunga ma'rayapti. Xo'p, akalar, uchinchisi. Bolasi bor yonida, qo'chqor bolasi bor. Bolasi ham o'ta chiroyli, simjun variantidan. Inasi ham simjun. Yiltiroq, mana, yaltirab turibdi. Birinchi bolasi, xudo xolasa, 4 tish, chunki yana Alloh alam deyish kerak. Xo'p, kechiringlar. Ikki tishi dedi. Ikki tishida, yoshi. Chunki tuqqanda ikki tishida. Mana, akalar, 4 tishga endi chiqyapti. Shada, birinchi bolasi akalar. To'rla. Simjun, dumbaland qaraydi. Toza hisori, idishlari katta, bolam zo'r boqadi. Simjun variantidan. Qorni ham zo'r chiqqan, yebishi zo'r akalar. Junlar toza, mana yiltirib yotibdi. Bishi oldira olingan juni chiqib yotibdi. Kashtanni kecha o'yinkini olib qo'yishdi bolalar. Buniki oldira olingan uchun simjun yiltirib yotibdi. Ichi to'g'rilaymiz. Oldiroq tort. Xo'p, bolasini kallasi garbonosidek juda chiroyli narsa. Dumbasi ham zo'r. Simjun. Xo'p, tushib demakki, bitta bo'yni o'lchab olay. Xo'p. Mana akalar. Nech chiqsa shunga pul berasizlar akalar. Uncha deyish yo'q. Metr bukilgan yo'q. Hamma joyda. Metr ham taroz bilan bir xil, taroz urgandek gap, metr ham. Tushib. To'xta. Oldi. Yo'q, qilib ko'rsam tahlab oldi-da. Chiroyli qo'shibdi. 1 metrlik narsa ham chiqmaydi. Yo'q, yo'q, oldiga. Ha, shunday bo'ldi. Mana shuni xotirjam tursin, hol endi turdi. Yoniga o'sib turasan Azimjon. Yoniga, ha shunday. Akalar, Azimjon ham yangi shogird. Beli uchun olmaydi. Mana shu bo'ldi. Qisqasi mana shu narsa. Xo'p, hamma yo'g'ini ko'rsatdim. Akalar, xo'p, 8 million 200 ming narxi. Onasi 6 million, bolasi 2 million 200 ming. Shunday bichasizlarda. Onasi 6 ga arsa kamda yozib qo'yinglar. Chiroyliklar, toza narsa. Yonda bolasi qo'chqorcha 2 million 200, 8 million 200 ga dastlab qilib bitkazib beramiz. Oxirgi narx akalar, birinchi tug'ishiga. Xo'p, bitta bundan keyin kashtan qo'chqorimiz bor, shuni ham ko'rsatamiz hozir. Xo'p, akalar, kashtan qo'chqorimiz, raketa dumba, dumbalar zo'r, kallalari. Dumbasi aql o'g'irch kallasin. Dumbani ko'rsatchi bizga. Quyoshda yaxshi ko'rinadi. Raketa dumba. Yani oysimol, chiroyli narsa. Yuruschi. Bo'ldi. Jaylantir, bo'yni o'lchaymiz. Bu hali ikki tishga chiqdimi? Ko'raylikchi. Ha, ikki tishga mana endi to'lyapti ekan. Bo'ldi, endi to'lyapti. Tishga chiqibdi bu qo'chqorimiz. Bo'ylariga bitta baho berasizlar. Necha chiqsa shunga pul berasizlar. Albatta ayollarni to'g'ri. Ha, bo'ldi. Ayni bo'ldi. Mana akalar. Necha chiqsa shunga berasizlar. Kecha junni oldim buni ham akalar. Kecha buni ham junni oldim. Hech qanaqa haligisi yo'q, jun puni yo'q. Bir ham yelkasini o'lchayapmiz.
akalar. Oy, takdir. Mana akalar, kim o'tiradi? Ikki tish qo'chqorimiz. Ishta variantidan. Xo'p, hamma yo'q ko'rindi o'ylayman. Dumbalari hamma yo'q ko'rindi akalar. Akalar, bunning narxi 8,5 million. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Hamma yo'q joyida. Juda chiroyli narsa. Simjun akalar keyin. Kashtanda simjun. Tikan. Jumlari ham qattiq. Jumlari ham qattiq. Ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar. Tamam. Like bosib ko'ringlar ama. Ha, Abduqodir ham şeydi. Mehnat yarısı. Shogird ham şeydi ana. Telefon qilaverasizlar akalar. Qo'yda, qo'rada qo'ylar ko'p hali. Qo'y ko'p. Qayg'onni o'ta ko'p. Qaydan olyapsizlar degan aka-ukalarga biz faqat uylardan olyapmiz. Kecha kuni ham bir akamiz 5 ta sog'liq qo'shqinlardan berishdi. Qo'chqor, so'g'loq, qo'zi hammasidan bor. Ish bitadi inshaalloh, hammasiga. Yaqin orada biz yaqin masofada joylashgan ukalar bo'lsa telefon qilib yoki aka so'rasalar tashlab beraveramiz. Kelib bemalol ko'rib olaverasizlar. O qo'chqorni qaranglar, zo'rlar bu qo'chqorlar. Urug'li qo'chqorlar sheyda chekkada. Ikkita ichkarilarda bor. Hop, bittasi sotildi bu yerdan. Ikkita zo'ri qoldi. Ichkarida bitta bor yana. Zo'rlarda har xillari bor. Telefon qilaverasizlar akalar. Xo'p akalar, bu narx 8,5 million. Telefon qilaverasizlar. Ikkitishga chiqqan, bo'ylari hamma yo'q kelishgan raketa dumba kashtan qo'chqorimiz. Xo'p akalar, ertaga inshaalloh sariq sovrinlarimiz bor. Ularga navbat keladi. Ertaga chiqaramiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.